Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Bugun sizlarga Greenlight korporatsiyasining tabiiy energetik haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu tabiiy energetik tarkibida nimalar kiradi va qanday foydasi bor degan savolimizga javob beraman. Buni tarkibida yong'oq, chiyog'ro'g'in, lyukopitlar, ya'ni qora sedanan, loviya, qizil loviya, qora loviya, shunga o'xshash tabiiy lyukopitlar miksi joylashgan. Bu nimaga yordam beradi? Bu bizda fitness bilan shug'ullanadiganlarga, ziyada tushadiganlarga va doimiy harakatda bo'ladigan insonlarga juda ham foydali. Qanday qo'llaniladi? Buni ertalab kofe ichganingiz kabi shunday ochasiz, damlab qo'yasiz. Siz ishdan uyg'ongan holda ertalab kelganda damlab qo'yasiz, 20 daqiqada bu tayyor bo'ladi. To'qlik hissi beradi va tabiiy energiya beradi, ya'ni kuch-quvvatga to'la bo'lib, bo'dek tonusda yurish imkoniyatini beradi. Buni foydali taraflari: organizmimizga bu mahsulotimiz miya faoliyatini ishlashiga, ya'ni neyronlarni tez ishlashiga yordam beradi. Yong'oq bo'lganligi uchun sedanat borlikdagi arteriyalarda kerak mahsulotlar shamollash bo'lgan toksinlarni chiqarishga yordam beradi. Bundan tashqari qaziyatga yordam beradi. Korporatsiya Greenlight taqdim etadi, sog'lom tavsiya qiladi. Siz bizga sog'lom keraksiz.